Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 2025-yilda oshxona mebel qildirish necha pulga tushyapti? Buni video davomida aytib o'tamiz. Sizda nima bonuslari bor, nima qo'shiladi, dastavka qanaqa bo'ladi, rangi, dizayni, hamma narsalarni video davomida aytib o'tamiz. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, bitta podpiska tugmasini bosib qo'ying. Biz ketdik, obzorni boshladik. Oshxona mebelimiz 7 metr joyga joylashdi. Bu yergacha 3 metr chiqqanlik hisobiga, deraza borlik hisobiga 3 metr bo'ldi. Bundan buyog'i past o'zini burib bering dedi. Past o'zini burib, xolodilnikga shkaflar qilib, xolodilniklarni joylab ketdik. Xolodilniklar ko'ryapsizlar, plotnik, bunaqa zazor yo'q. Bu yerlarga moykalar joylashdi. Moykalarni klientimiz o'zi oldi. Biz o'zimiz qo'yib beramiz deganimizda, "Yo'q, biz yaxshirog'ini qo'yaman" deb turib, biz pulini minus qilib yubordik. O'zi olgan moykani akkuratlik qilib joylab berdik. Mana taylarini bemalol santexnik ulaydigan qilib qo'ydik. Bellarga kafel emas, granit qo'yib berdik. Uncha chaklari ko'rinmaydi, chiroyli bagatga chiqish uchun. Seryozni, unaqa gulli, unaqa emas, chiroyli qilib granit bosib berdik. Stalishkinsalariga moslab, stalishkinsalar Rossiya, u yerga zavod o'zi garantiya bergan suvga chidamli, suvga o'tga chidamli, bemalol qozondan shuni issiq sovuq suvga ham chidab bemalol ishlataverasiz. Xo'p, gazlarini ham o'rnatib, vitishkalarini ham o'rnatib, mana teshiklarigacha teshib, svetlarigacha hali bu yerga to'k kelmabdi. Bu yerga mana kulchatlik qilib, tagiga letniy chiroqlar ham qo'yib qo'yganmiz. Svet ulansa, ular ham yonadi. Bu yerda gaz turbasi borligi uchun o'rab ketdik. Endi buni ochmay qo'yamiz. Buni kerakli paytda ochib, qolgan paytda yopib qo'yaveradi. Bu yerga mana ikkitali polka qilib turbalarni ichida qoldirib ketdik. Xo'p, bu yerlarga har doimgidek bu ham bonuslar ichida keladi. Qostolarga ham plastmassa idish. Ikkitali tortma qilganmiz. Ikkovi ham vakuumlik, eshiklari ham vakuumlik, odamni bemalol ko'taradigan variantida. Keyin korpuslari birlik, rezinli kromka chiqib ketmaydi, umuman chiqib ketmaydi. Buni pichoqda shilsiz ham chiqib ketmaydi. Xullas, mexanizmlari, materiallarini eng tozasidan ishlab chiqarilgan. Tepalarini ham mana ko'rishingiz mumkin. Tezda ochiladigan kuchli mexanizm qilib berganmiz. Mana ochib bemalol ishlasa bo'laveradi. Ranglarini klientimiz o'zi tanlagan. Uyimga moslab bir shunaqa seriyaga oq qilib bering deganlik uchun klientni xohishiga qarab turib, klientni didi rangni qilib berdik. Endi bonuslarga keladigan bo'lsak, mebelimizning ichida bonuslari birinchidan ketadigan bo'lsak, endi bu yangilik qildik, hali buni biroq qilgani yo'q. 100 dollarlik vitishkani agar siz joyingiz 5 metrdan baland bo'lsa, men 100 dollarlik vitishkani bonus sifatida qo'yib beraman. Yana ketyapti. Bonuslar ichida qostolarga plastmassa idishi bor. Keyingisi biz moykani qo'yib beramiz. Klient o'zi olgani uchun bunaqa moyka emas, sol oddiyroq moyka. Keyingisi sushilka idish tergani. Keyin tagida letniy chirog'i. Kafeli ham o'zimizdan. Vodiy bo'ylab dastavka uстановкалari tekin bo'ladi. Voha taraflarga masalan Isuzu'lar 700 ming yo'lsa 350 ming so'm o'rtada bo'linadi. U klientga tashab qo'yilmaydi dastavkalar, yarimi bo'ladi. Xo'p, endi ishimiz qo'ldan kelgancha shunchalik qildik. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatish bor.